aniq bilaman, bu ishxonada meni hech kim yomon ko'rmaydi. Hamma yaxshi ko'radi. Ой, она меня так достала, честно. Заставляла меня ставить печать на те бумаги, которые не нужно было. Bitta dona qog'ozni 80 marta kopiya qildirtiradi. Bu nima? Bu ish vaqtimni kopiya qilishni o'tkazishim kerakmi? Anta kamera turibdi. O'joyli ko'rsa, oylik yozmaydi menga. Men bilan rasmzor отношение qilishadi. Zinadan chiqib yotgan ekan. Rasmga, videoga tushib bering dedi. Srochno chaqiryaptilar rahbar desam ham, "Yo, tushib bering dedim. Hammani tanilgisi keladi, lekin talant yo'q. Nima qilay? Men ularga talant qilib bera olmayman deb. Bu qiz meni aktyor bo'lishimni xohlayapti. Men aktyorlik qilmoqcham yo'q. Men oddiy bir haydovchiman. Ololmayman sizni desam, xafa bo'lishadi. Hechni oyog'ini tegdi o'ralashadi. Bitta gulga necha marta suv quydirdi. Videoga olaman deb. Rahbar oldiga kechib kirganimga oyligimdan kesib tashlashdi aka. O'zi bu xodim haqida nima deyishni ham bilmayman. O'sha hamma kelib jalba qilyapti. Bu kompaniyaga zarar-ku. Shu yil oxiri menga premya bersa ham hayron qolmayman. So'ksa bo'ladimi? Hamma o'zini ishini qilsin, iltimos sizlardan. Azabek. Bo'ldi bu.